Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men aytib qolmaydigan, sizlar anglab qolmaydigan Uyg'ur xalq cho'jaklarimizdan Köngül degan cho'jakni aytib beray. Burunqi zamonda bir yovuz zolim podshoh o'tgan ekan. Bu podshoh alda nahaqchilikni ko'p qilibdi. Xalq piqirliq nomratchilikda o'tibdi. Üstülab qattiq zulm tortibdi. Padişahның zulmi, yovuzligi haqida hech kim biror eg'iz gap so'z qila olmaydi ekan. Agar padişah biror eg'iz gap so'z anglab qolsa, shu gapni qilgan odamni o'limga, mol-mulkini talonqa buyuradi ekan. Padişahның zulmi va vahshiyligidan qo'rqib, xalq ko'zi ochiq turib qarg'u, tili turib qocha, aqli hush turib dod bo'libdi. Bu alda saxovat otliq, oq-niyat, sobdil, odil bir kishi bor ekan. U har doim el orasida yuradi ekan. Kishilarga qo'lidan kelishicha yordam qiladi ekan. Hojatmanlarning qanday hojati bo'lsa, ig'ir ko'rmay ravo qilib beradi ekan. Xalq saxovatni bek yaxshi ko'radi ekan. Bir kuni bir kishi kelib saxovatga ko'nglidagi so'zini aytibdi. Padişahның zulmi haddidan oshib ketdi. Xalqning degichilik modori qolmadi. Bu zolimning qutulgan kunmi bo'larmi? Saxovat bu so'zni anglab bir ulug' kichiktinib. Arg'amchini to'lg'a versa üzülüdü. Zulm qancha kuchaygan siri qarishliqmi shuncha o'rlaydi. Yuk ko'targan odam yuk eg'irlashib ko'tarolmaganda ustidagi yukni irg'itib tashlaydi. Zulm chekiga yetdi. Uning zolimligidan qutulgan kunmi yetib keladi? Deb dehqonga tasalli beribdi. Saxovatning bu so'zlari buningdan buningga anglanib, oxir padişahning qulqiga yetibdi. Padişah darg'azab bo'lib, saxovatni tutib kelishga bel bog'labdi. Kimki saxovatni tutib akilib bersa, uningga zo'r inom berdiganligi, kimki o'z uyida yoshirib saqlab xayr qilmasa, uni jazolab, mol-mulkini musodara qildiganligi to'g'risida yorliq chiqaribdi va taraflarga odam avatib, uylarni aqtirishga boshlabdi. Padişahning zulmidan qo'rqib, hech kim saxovatni uyga kirgizmabdi. Saxovat urug' tuqqanlari, do'st og'illarning uyiga beribdi. Ularmu saxovatni uyga kirgizsa, o'ziga xopiliq yetib kelishidan qo'rqib, uyga kirgizmabdi. Ashnan berib, o'zra aytib yo'lga sapdi. Padişahning odamlari oxir saxovatni tutibdi. Uni darg'a esib, o'lim jazosi bermoqchi bo'pti va saxovat darg'a esiladi. Avval hamma odam jazo maydoniga to'planib, bu gunohkorni birdan urish kerak. Kimki padişahning amriga xiloflik qilib, bu gunohkorga ish og'ritadi ekan, jazoga tortiladi, deb shoh yorliq tushiribdi. Zolim padişahning hukmi bo'yicha belgilangan kuni butun xalq jazo maydoniga to'plashibdi. Jallodlar saxovatni bog'lab jazo maydoniga keltiribdi. Darning sirtmiqini uning bo'yniga selib, hammaga saxovatni birdan urib o'tishni buyuribdi. Padişah taxt ustida o'tirib, hamma kishining urib o'tishiga sap selib turibdi. Hamma kishi birdan urib o'tibdi. Ba'zilari mush bilan uribdi, ba'zilari shapaloq bilan uribdi, ba'zilari qo'lpak bilan uribdi. Ish qilib, nima bilan bo'lsin, hammasi birdan urib o'tibdi. Saxovat dod faryod ko'tarmay, mardona qiyofatda tik turibdi. Saxovatning Solih degan bir yaqin do'sti bor ekan. Uning saxovatni urishga qo'li barmay, noilojlikda qo'lidagi atirgulni saxovatning burniga tekkizib o'tibdi. Gul saxovatning burniga tegishi bilan tang saxovat "Voyjon!" deb vaqirabdi. Buni ko'rgan podshoh jallodlarga "Saxovatning bo'ynidagi sirtmoqni yesh. Uni hozirla oldimga keltir. Uni gul bilan urg'uchini elib kel", deb amr qildi. Jallodlar uning bo'ynidagi sirtmoqni yeshib, podshohning oldiga elib keldi. "Shuncha odam urib o'lsa, hatto qo'ltak bilan ursimi voy demaysan. Burningga gulni purtib o'lsa, voyjon deb tovlaysan-a. Buningdagi sabab nima? Tez ayta", deb so'rabdi podshoh saxovatdan. "Men bir gunohsiz odam. Nohaq darg'a hukm qilindim. Xaloyiq birinchidan mening nima sababdan darg'a esilmoqchi bo'lganligimning sababini bilmaganligi, ikkinchidan menga yot bo'lganlik uchun meni urdi.
Şoňa ulardan xafa bolmadım. Ammo meni gül bilan urib o'tgani mening eng yaqin, qiyomatlik og'inam. Uning urg'uni jenimdan o'tib ketdi. Toqat qilolmay voyjon deb tovlab soldim. Kishi yotdan ranjimaydi, yaqin kishisidan ranjiydi. Debdi Saxovat. Bu so'z podshohning ko'ngliga nihoyat yiqibdi va Saxovatning gunohini kechirim qilibdi. Odam yotdan ranjimaydi, yaqindan ranjiydi degan bu so'z shuningdan keyin hikmatli so'z bo'lib qolib, el orasiga tarqalib ketibdi. Kichik do'stlar, odam yotda ranjimaydi, yaqinda ranjiydi degan so'z nihoyat to'g'ri aytilgan. Köngül intayin nozik narsa. Shuning uchun biz yaqinlarimizning ko'nglini ayayli, ularni hargiz ranjitib qo'ymayli, ha? Biz cho'chakdagi yovuz, zolim podshohdan ibrat ilib, aq niyat, saf dil, adil saxovatdek bo'layli-jimi? Undaqda bugungi cho'chagimizni mushargacha aytib beray. Oxirda Dilala hadanglarga agishib tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi Gölengüç. Maktabimiz qo'ynida turli qiziq o'yin bor. Shu o'yinlar ichida Gölengüchga zo'qim bor. Gölengüchga o'ltirib, osmon palak uchiman, qancha egiz o'rlisam, shuncha shodlik quchiman. Gölengüchüm Gölengüch, uchaysanda yuraklik, ana alga har qachon yurakliklar keraklik. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Amis bugun boldir uxlanglar-jimi? Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.